kun isishi bilan bu mollarning ishtahasi umuman yo'qolib ketdi. Kepak bilan silisni aralashtirib bersam ham yemayapti. Bunga yaxshisi baqa beraymikan, ishtahasi zo'r bo'ladi. Baqani faqat xitoyliklar yeydi. Bizning o'zbeklarda esa nafaqat odamlar, balki mollarga ham baqa berilmaydi. Birinchi navbatda hayvonlarni nima uchun ishtahasi yo'qligini aniqlab olish kerak. Jahongir aka, mana ko'ring, mollarimga faqat silis bilan kepak beryapti. Undan boshqa hech narsa berganim yo'q. Shunda ham ishtahasi yo'q. Mollarning ishtahasi yo'qolib qolishiga sabab bir xil ozuqa berish hamda somon yoki boshqa turdagi dag'al hashak aralashtirib bermaslik hayvonning ishtahasini buzib kelishi mumkin. Bo'ldi, silisga aralashtirib somon ham berdim. O'shanda ishtahasi zo'r bo'ladimi? Bunga men sizga yaxshi usulni ko'rsataman hozir. Ishtahasi yo'qolib qolgan bunday holatdagi hayvonga tarkibi butafosfan hamda vitamin B12 bo'lgan C vitaminini tavsiya etaman. Buning foyda tomonlari organizmda moddalar almashishini yaxshilaydi, immunitetini rag'batlantiradi hamda ishtahasiga ta'siri juda katta hisoblanadi. C vitaminini har 10 kun 12 kunda teri osti, muskulga, vena qon tomiriga ishlatish tavsiya etiladi. Bu organizm immunitetini oshirib, hayvonning o'zgarishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar videoyimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling va hayvoni yaxshi ozuqa yemayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.